Qulam aka. Ha, Ne o'zgarib qolgansiz? o'zgarmaganmi? O'zgargansiz. Menga vaqt ajratmayapsiz, e'tibor bermayapsiz. Menga e'tibor beraman, ochkingni qara. Короче, bo'pti senga. Qulam aka. Baho tezroq taxlalari. Esi gaplashgan qizimmi? Mehrini zamoni sanmisan? Mehrni soyo, Bonuning o'zi. Tushunmi? Voy. Qizlar nimaga gaplashmayotgan payti chiroyli bo'lib ketaveradi, ha? Kimga olsan o'zi? Yigitimga. Yigitingga? O'sha topib oldingmi? Senga nima? Senga bitta gap aytaymi? Ha? Misol uchun uyingda dazmol buzilib qolsa, yengisiga olib tushirish kerak emas. Uni tuzatish kerak. Menga qara Bonu. Sevgimizdan tiklaylik. Meni kechir. To'g'risini aytsam bu bola bilan sizni unutish uchun yuraman. Men roziman. Yes! Jonim o'zim. Qanaqasiga xos chiroyli-ku o'zgarib qolibsan. O'zgarmadim, o'shnaqaman-ku. Короче, oramizni ochib, baxtli bo'l. Qulam aka. Ha? Niye unaqa qilyapsiz? Hozir bu darajada chiroyli emasdi-ku. Bo'pti, menga qara. Gaplashmaymiz, lekin gaplashamiz. Lekin hozirgidek chiroyli bo'lib qolgan. Jinniroqmisiz, gaplashamizmi, yo'qmi? Gaplashamiz. Yes! Voy, hazillashib gaplashmayman. Qo'sh qanday kelma. Alloh